reklama berib qo'yiladi shunday yerda. Va biz masalan Qorabog'ning formasini olmoqchi bo'lsak, kiramiz. Mana bu yerda link turadi. O'shani copy qilib olamiz. Copy qilganingizdan so'ng chiqasiz. DLSga kirasiz. Like va podpiska bosishni unutmang. Bundan qiziqlar hali kanalimiz rivojlanganda ko'raverasiz. Bundan qiziqlar kanalda. Wi-Fi tarmog'i sal yaxshi emasligi uchun kechikib kiryapti. Ovozini pasaytirib qo'ydik. Nastroykamiz uzralashib ketdim. Biz My Club join bosamiz. Customize bosamiz va bu yerdan mana xohlaganingiz custom kit yo bo'lmasam custom kit logotip kerak bo'lsa custom logo shu joyni bosib 150 ta olmos kerak bo'lardi. Menda hozir olmoslar yo'qligi sababli buni ko'rsata olmayman. Logo tugma joyiga bosib 150 ta olmos shuni ochib olasiz va undan so'ng link kiritish joyi bor. O'sha linkni ustini bosib OK bossangiz, o'sha komandaning logotipi sizga paydo bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yishni unutmang.